Nimadan xafasan? Nega настроение yo'q? Men kasalman. Uydagilarga ham aytmaganman. Tezroq operatsiya bo'lishim kerak. Operatsiyamga $10,000 pul kerak. Biza baribir baxtli bo'lamaymiz. Bu nima degani? Ertaga mashta ko'rishamiz. Ertagacha topib kelaman $10,000. Men sen uchun jonim berishga tayyorman. Meni kutgan. Men kasalman. Uydagilarga ham aytmaganman. Tezroq operatsiya bo'lishim kerak. Operatsiyamga $10,000 pul kerak. Og'ayni, menga pul kerak. Rasha zarur. Nech pul? $10,000. Nima deyapsa? Unaqa pul yo'q. Zo'r haydayurman buni. Ne so'raysan yoki nech pulligini? Bir qiziqdim. Qiziqmay, prokurormisan, qiziqasan. İş bor, ishlaysan. Nima ish? Kimni nomiga rasmiylashtiramiz? Akam nomlariga rasmiylashtiramiz, to'g'rimi? Pasportingizni bering. Pasportingizni bering. Pasportim yo'q mani. Qanaqa qilib pasport bo'lmasa yashab bo'ladi? Jinni bo'lib qolganmisiz? Pasportim bo'lgani musultda yuramidim. İflos ekansan. O'tvar arag'imni olib berqish bo'lmasa. Aro deydimi? İflos. Boladan ham to'lqi bo'lmayapti. Nima qilsa bo'larkan, ha? Xullas, men qizingizni yigitaman. Nima? Voy, sen hali qizimni boshini aylantirib yuribsanmi? Pocha, tog'a, yumshay men sizga hammasini tushuntiraman. Xullas, saratonni 4-etapga tashxis qo'yildi. Shunga pul bermasangiz bo'lmaydi. Qizingiz bekitib yurgan ekan. O'zimda bo'lsa berardim, aka. 40 yildan beri sevaman qizingizni. Jonimdan ortiq sevaman. Qizim uchun hamma narsaga tayyorman. Mana. Rahmat onajon. Voy, qalay sasiz ketibsan ya. Ha, nima qilay? Ertalabdan beri yurman, mashq pul qidirib yuribman. Bor, ish hal qilgin, bor. Yo'ldoshim, mana menga qo'l qo'yib yuborsiz. Ertaga operatsiyaga kirasiz. Siz uchun hamma to'lovni qilib ketishdi. Mashta ko'rishamiz. Ertagacha topib kelaman $10,000. Yaxshi ham adizlar bor ekanlar. Hamma xarajatni ko'tardilar. Obetam olib berdilar bizga. Qo'l qo'yib yuboring. Shuncha pulni berib yuborgan ahmoq bormi? Ketdimi jonim? Ha, ketdi. Men buni san sor. Birinchi xatga boramiz, Yevropaga boramizmi?